Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib, mazali bo'lgan iftorlik yoki saharlik uchun issiq to'yimli ismaloq yeguligini tayyorlamoqchimiz. Birgalikda tayyorlaymiz azizlarim. Bu ayniqsa uyimizdagi kattalar uchun ma'qul keladi. Demak, mana bu yerda yarim kilogramm ismaloq, sut, piyoz, olinavli un, ozgina sir ham ketadi agar xohishingizga qarab. Demak, ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb 1 choy qoshiq to'lada tuz hamda 400 ml sut kerak bo'ladi. Uni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirganni ko'rsatmabman azizlarim. Ana endi azizlarim, elangan un ham solamiz. Albatta opisaniyada qoldiraman qancha nima ketishini. Mana ko'rib turganlaringizdek asta-sekinlik bilan xamir qoryapman. Demak, xamirimiz yumshoqqina bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek xamirimiz ora-orada mushlab qo'yamizda, ustini yopib qo'yamiz. Ana endi azizlarim, bu yerga piyozlarni ham maydalab oldim. Ana endi tabamizga ozroqgina o'simlik yog' solib, piyozimizni demak yaxshilab qovurib olamiz, tillarang bo'lguncha. Ana endi shu orada ismaloqni ham yuvib tayyorlab qo'yganman. Uni ham mana shunday holatda mayda qilib to'g'rab olaman. Mana ko'ryapsizlarmi azizlarim? Piyozimiz tillarang bo'lguncha qovuryapman. Mana shunday qovuriladi. Ana endi azizlarim, ana endi bu tillarang bo'lgan piyozimizning ustiga asta-sekinlik bilan ismalog'imizni, to'g'ralgan ismalog'imizni solib, juda ham ko'p qovurib yubormaymiz. Asta-sekinlik bilan 2-3 martalab marotaba qovursak bo'ladi. Agar ko'proq qovursak azizlarim, suvi chiqib qoladi. Ana endi mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi xamirimiz ham tayyor, dam olib tayyor bo'lib turibdi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek stolimizning ustiga un sepib olamiz. Mana ko'rganlaringizdek mana shunday holatda un sepib xamirimizni ana endi kesimlarga, ya'ni qismlarga bo'lib oldik. Demak, zivolachalab chiqamiz, zivola qilib. Menda bu yerda 13 dona zivola xamirlarni o'lchaganman, 60 grammdan 13 dona. Ana endi xuddi g'ilvindini qanday yoygan bo'lsak, shunday yoyib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yoyiladi. Ana endi azizlarim, mana demak, piyoz bilan ismaloqni qovurib oldik ozroqgina. Ana endi ko'k piyozni ham solib yuboraman. Demak, to'g'ralgan ko'k piyozni ham soldim. Shu orada ana endi demak, ziravorlarni solishimiz mumkin. Ziravorlar hamda tuzlarni ham solib, yaxshilab tabiga qarab, har xil bu sizning xohishingiz qanday ziravorlar solasiz. Demak, men ozroqgina sirdan foydalanmoqchi bo'ldim. Gavda sirdan foydalanib, qirg'ichdan o'tkazib oldim. Demak, azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday oy shaklida qilib, mana demak, bu ajoyib yeguligimizni ustiga ham sir qo'yib, mana shunday holatda bo'ladi. Mana shunday qilib bukib olamiz. Mana shunday sharoitda bo'ladi. Ana endi azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, demak, tabamiz qizib turibdi. Albatta qizigan tabaga qo'yamiz. Mana qizigan tabaga qo'yib, mana demak, orqa oldilarini qarab turamiz. Mana demak, qizaryapti azizlarim. Ana endi mening saryog'im muzlagan edi. Muzlagan saryog' hech vilkaga ilashmadi. Shunga qaramasdan baribir saryog' surib pishirib oldim azizlarim. Mana shunday holatda bo'ladi. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladi. Uyingizdagilar uchun ham bu juda ham ma'qul keladi. Azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, demak, issiq ismaloqli yeguligimiz tayyor.
azizlarim, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar azizlarim.